Eee, Bugungi savolning birinchisi Sog'liqni saqlash markazining sog'liq o'chog'ida qon tekshirishdan boshqa yana qaysi tekshirishlarni qila oladi? Men oldingi videoda shu qon tekshirishning ichida nimalar borligini bir qo'r bek ichiga cho'nqurlab kirmasammi, ammo qaysi organlarniki nima tekshirishlar qilib bo'lganligini deb o'tgan edim. Bu lekin sog'liq o'chog'i faqatlam berib qon tekshirishlar emas, maqsad u emas. Bu yerga berib doktordan ko'rishib, masalan, badan tekshirish qilib, doktorlar yo'l ko'rsatadi, o'z davolaydigan kasalni davolaydi, tekshirishlar qilsa qila oladi. Andan keyin davolanmagan, bek og'irroq bo'lgan yoki boshqa tekshirish kerak bo'lgan bemorlarni boshqa yerga yo'llaydi. Shunglashqa sog'liq o'chog'i faqat bir qon tekshirdi ekan, andan keyin nima deymiz endi, u yerda boshqa ish qilmay ekan deb o'ylab qolmang. Xili bir roli bor buning. Hamda har qaysi bo'lim o'zi uchun muhim tekshirishlar bor, muhim dorilarni yozadigan ishlar bor. Sog'liq o'chog'iga oid muhim deb tushunsak bo'ladi. Qon tekshirishdan sirt bu sog'liq o'chog'ida yana kichik tara tekshiriladi, cho'ng tara tekshiriladi. Kichik taraning ichida masalan yallig'i bormi, yo'qmi, qon bormi, yo'qmi, oqsil qechish bormi, yo'qmi bularni tekshiradi. Buni shuni beshdan kechirib baqqanlar yo Alloh saqlasin, bolalarida bunday ahvol bo'lganlar bekrak yaxshi tushundi. Yallig'i bo'lgan chog'da shu do'sa qismi qattiq og'rib bemor astaq kelgan chog'da qani kichik tara tekshirib baq. Yo biz dori yozib beramiz, yo biz qani kichik tara tekshirib baqmiz deb o'ylaymiz. Börek yallig'i yo biz börek masalan shu oqsil qechish bormi, yo'qmi, qon bormi, yo'qmi orqali bir börekning ahvolini bilalaymiz, suydik yo'lning ahvolini bilalaymiz. Badandagi boshqa kasalliklarning ahvolini bilalaymiz. Onun sir cho'ng tarafda qon yoki mikrob bor yo'qligini tekshiradi. O orqali ba'zi cho'ng kishilarniki masalan 3 oy yo'llarida bir masala bormi, o'sma, raklarning shubhasi bormi, odatda cho'ngroq yashaganlarga tekshiramiz buni. Shularni bilalaymiz, yo bo'lmasa mikrob bormi, parazitlar bormi, shularni tekshirgil bo'ldi. Ayollarniki jinsiy yo'ldagi HPV deb bir virus bor. U o'zaro yuqadigan bir xil kasallik-ku. Buni tekshirgil bo'ldi. Bu ayol erlardan bo'ldi bu kasallik. Shu badanning boshqa yerdan bo'lish ehtimoli bo'ldi, ammo jinsiy yo'ldan yuqqan shu HPV virusi odatda bir qancha turlari bor. U turlarning ichida bir ikkisi sal zararsiz, zahmsiz, dori bilan tuzilib ketadi. Keyin bir og'ir masala keltirib chiqamaydi. Ammo bir qanchasi keyin yosh cho'ng'aygan sari shu nima jinsiy yo'l og'zida jinsiy yo'li raklarini, o'smalarni keltirib chiqargan bir qancha viruslar bor. Uni tekshirish qila oladi. Endi inchiklab qilamizmi, lekin hech bo'lmasa bormi, yo'qmi, xili bir tekshirishni qilib bo'ldi. Andan keyin yangi tug'ilgan buvoqlarning tapindan, yangi tug'ilgan 5 kun bir haftaning ichida tapindan bir qon ilib 5 xil tug'ma kasalliklarni tekshirib, 4mi 5 qilib tug'ma kasallik bormi, shubhasi bormi, yo'qmi, ashuni tekshiradi. Agar bo'lib qolsa, Alloh saqlasin, ham bo'lmasin. Bo'lib qolsa, hech bo'lmasa bundan keyingi hayot nimalar diqqat qilish kerak, qanday davolashlar qilish kerak, shu to'g'ri maslahat beriladi. Oldinlar bilgili bo'ldi. Bu orqali shu bir oilaningki, shu 20, 30, 50, 60, 70, 80 Alloh xolisa uzun umr bersin hamda. Shu uzun yillik bir nimasini, kvalitasini, sifatini yaxshilag'il bo'ldi. Bu tekshirishni qilib bo'ldi. Sirtqi quloq, o'tir quloq yallig'larini tekshirib ko'rgil bo'ldi. U yerda qanash bormi, yallig'i bormi, yoki bir jism bormi, yo bir hasharotlar uchib kirib ketdimi? Aslida shu bir bo'lsa tekshirgil bo'ldi. Aslida aslarlar to'xtab turganlar. Aslida ko'rsatay. Hech bo'lmasa texim jonliq bo'lsin. Xat bilan sizlarni qo'ltib qo'ymay. Odatda bu asboblar shu oila hekim doktori, quloq burun bo'g'oz doktoridir bo'ldi. Teshik mana işte bir asbob. Buni odatda sizlar o'rganmasanlar bo'ladi. Odatda doktorlar ishlatadi bu narsani-chu. İşte quloqning ichini ko'ramiz. Ichidan nur chiqib turdi. Quloqni işte qilib ko'ramiz. O'tir quloq, teshik quloqlarda yallig'i bormi, bir narsa kirib qoldim, ashani ko'ra olamiz. Yallig'i bo'lsa dori yozib beramiz, qon bo'lsa uni qartab maslahatlarni beramiz. Undan sirt yana bo'g'ozni tekshirgil bo'ldi. Bo'g'ozni ko'ramiz. Mana og'zingni och, deb işte ko'rdan gapini. Yallig'i bo'lsa shuni qarta dorilarni yozib beramiz degandek-chu. Chunki bekcha kishilar yilda bir oy qilib işte bo'g'oz yallig'i, angina bo'lib qoldi. Yoki bo'lmasa bo'g'oz, gal bo'g'oz yallig'lar bo'lib qoldi degandek-chu. Halicha tekshirishlar qilib bo'ldi. Ani ko'zni ko'rish quvvatini tekshirildi, ammo oqimdagi Şunun bilan amdayliqi bek inchga ko'ramizakmi, masalan ko'zniki qarchiqlari yo'g'onash, u bu narsa ko'ramizam, hech bo'lmasa bolalarni ichida turg'izib ishning qishida yoki bo'lmasa bir kishilarni ko'rib baqqan deb qilib bir narsa qilaymiz. Xiljiq balonga tekshirib qo'ydim. Ba'zi masala chiqdi, qita ashani qildik. O'qitimiz ashni masalanga, mana shuna qilib bo'ldi oylikimda. Ko'rish quvvatini masalangacha. Onun sir tanışıgış bilan öpkeni tanışap baqqımız dün bir tarafdan-chu, ya mesela öpkidi masala shu bilensek öpkeni tanışaymiz.
Yürekten şu bilensek, mesela bazı yürek soquşniki, soquş avazını anlaş arqılıq yürek yoğunaş barmı? Ya mesela yürekni klapanları bar, şununda bir məsələ barmı, yoxmu dep şularni körmez. Mesela mana tanışıgıç näsler, qayrnaşlar bir körüp baksın da, mesela bir näse. Kulaqqa tınşap anlayabız bunu şundaqçı. Bunda tekşürüş bar. Eee, barmaqdan qan ilip şekerini tekşürgül boldu. Aş qosaq şeker bilan şu vaqt mesela şekerini tekşürüp qo'ygan desa, jiq sog'liq ocaqlari bilan tekşürüp qo'ydi. Onun sırt qan besimini ölçügül boldu. Qan besimi ölçügüçler bar. Bu qan besim to'g'riliq qarindoshlar uchun bir yaxshi bir dars berishni o'ylashyapman. Qan ap buni bilgan vaqt yasin so'zlama haqida. Lekin cho'qim bir qitim so'zlaydigan nimam bormish to'g'riliq. Ko'rish quvvatini mashq qilamiz qo'ytmam mega. Ustida bir megimiz qo'ytmam. 1,5 metr 2 metr aralığında ko'rish quvvatini ko'rpak qil bo'ldi. Ballarning bo'y egizligi eg'rini tekshirib qo'yamiz odatda. Yaxshi o'satamdi. Bo'libmi yangi tug'ilgan ballarniki. 1 yaş kirgicha, 2 yaş kirgicha, ishqib 13, 15, 18 yaş kirgicha boy egizligi, egirligi 13-15 yaşdan keyin bek tekshirib ketmaymiz hamda qarashlar bilgil bo'ldi. Pakami, egizmi, o'rixmi, semizmi degan. Lekin a kichik ballarniki bo'libmi? O'sib yetilishini yaxshi bilib beqish uchun beden vitamin kam mumkinchiligi bormi, yo'qmi? Kelgan bola hammasi qan tekshirish qilib bilmasaqmi, hech bo'lmasa beden egirliginiki o'sishi qarab, bo'yining o'sishi qarab, badanda masalan sut kam bo'lib qoldimi yoki bo'lmasa o'zlik kam bo'lib qoldimi, ashuni bir kuzatib turamiz. Bu bek muhimchu. Bo'libmi shu 1 yosh kirib bo'lguncha, 2 yosh kirib bo'lguncha bolalarnikini yaxshi kuzatib bergan yaxshi. Buni og'ir biraz deb o'taman. Og'ir deb o'taman. Andan keyin amili bu vaqtniki, masalan, qo'saqsal yo'g'on amildorlarni qo'saqsal yo'g'ongandan keyin shu sog'liq o'chog'ida 4 qitim bir tekshirish qilamiz odatda. Shu beden eg'irligi, kichik tara, qon ashlarni tekshirib baqsaq, amilda bu vaqt zat yaxshi cho'ng bo'tamdi, bu ashni bilgil bo'ldi. Hem de ultrason bilen ultravaz tekshirish bilan ichki bu vaqtning harakatleri şekillerini ko'ramizakmi, ama hech bo'lmasa yurak idishini so'qishini biz emas ham ma'liqi hemşireler, ayol hemşireler barchu, sestralar ashlar tekshirib, hammasini kuzatib, yezib, hattoki sistem kirgizib qo'ydi. Shunga bu amaldorlikniki shu 10 oy jarayonidagi tekshirishlarni hargiz qo'ldan berib qo'ymang. Qattiq tavsiya qilmayman buni. Uni odatda shu ayol hemşireler qildi, uni da ansirmang. Amildor ayolning eg'irligini, qon besimini tekshirib turdi. Chunki bularning hammasi shu balo ta'sir qildi. Kichik tara tekshirishda oqsil bormi, uni ko'ramiz, qon bormi, uni ko'ramiz. Qon tekshirishida vitaminlar kammi, temir kammi, ularni ko'ramiz. Bu orqali andan qalqansmaz hormonlar qanday ashlanamini ko'rish orqali shu qo'saqdagi balniki yaxshi cho'ng bo'tamdi, bu shuni bilishimiz kerak. Şu sağlamlık için hem de. Yaxshi bir sağlam balnik tug'ilish uchun. Hozircha shularni yozib qo'yibdiman. Yana boshqa tekshirishlar bor. Hozir tavsiyamizni deb bilolmay qoldim, ammo shu asosiyatda shu cho'nglarni nim qilalaymiz, tekshiralaymiz. Qon tekshirishdan sirt, qon tekshirishdan bir muncha narsalar har qitim bemorlarni tushuntirib qo'yman. Jigar, o't, ular masala bor yo'q degan narsalarni qon tekshirishdan chiqadi, börek degani. Uni oldingi videoni qayta bir ko'rib baxsanglar bo'ldi. Undan sirt yana mush tekshirishlar qilib bo'ldi. Doktor faqat shuni uyg'un ko'rsa, shuni qildi desa, qilib bo'ldi uni. Bunu faqat shu amdalik siz tizimlatgan doktoringiz tekshirib qo'ydi. Chunki bularning hammasi vaqt oldi. Siz agar amildor bo'lsangiz, bolalar kichik bo'lsa, shu atrofdagi mayli qanday bo'lsin hamda shu sizga yaqin sog'liq o'chog'i berib, tizimni mashqlar qildirsan bo'ldi. Ananiki men oldingi videolarda doktor almashtirishning usulini deb berdim. Agar shu sog'liq o'chog'i doktor bek bularni qilmay masalanga, sizning badaningiz haqiqatan shuni tekshirishga ehtiyoj bor, ammo doktor yo'q, sen cho'naq ya bag'in deb to'la nim qilsa, sizlar yaxshi bir söhbət qılamısanlar, bir-birisini tushundiramasanız, ya bo'lmasa doktor bek qarmay qolsa, almashtirib boshqa bir doktor bilan nim qiling. Boshqa bir doktor oson bo'ldi. Hem u tekshirishni shu vaqtdagi, shu markazniki sharoiti, ish yuki shuni hammasi qaraydi. Agar odam jiq bo'lmaylam qolsa, bu tekshirishni ko'pincha qilaoladi, deb har bir sog'liq o'choqlari qilish shu doirasining ichida. Faqat shu vaqtdagi sharoit ham ish yukining og'ir ozligi, bemorning jiq ozligi, sizning badan shu alomat bor yo'qligi, shu andishining bor yo'qligi doktor shuni shu bilan qiladi. Bularning hammasi haqsiz, uni qo'shib qo'yay.